oldin uyda ko'rinmagan, 5 hafta 6 kunlik tabiiy hol, oyisi 10 kun oldin ko'rinmasligi. Chunki kichkina srokchalarda ko'rinmaydi. Uzi qachonki 4-5 haftalik bo'lsa, yana ko'rib bera oladi. Xo'p. Mana endi turibsiz. Chiroylikkina bola, mittivoyim. Tak, oziqlantiruvchi qopchasi bor, yurak urishchalari bor. Tak, bu oyijonimiz, shoshqaloq oyijonimiz birinchi homiladorligi. Turmush o'rtoqlari shoshmay tur, kirmay tur o'ziga desa ham yugurib kirib olibdilar. Tak, ichlari qizil. Mana, endi videoga olasizda, xo'jayingizga ko'rsatasiz. Men birinchi bo'lib aniqlab chiqdim deysiz. Ko'chadanda joylashgan, tabriklaymiz. Hozirchasiz ko'rinmaydi. Voy, malades, zo'r savol bo'ldi. O'zi psixologimizda ko'proq. Bo'ldi. Xudo xolasa 12 haftalikda kelsangiz, homila jinsini yetib beraman. Xo'p. Bu surokda faqat biz baholaymiz homilamizni bachadon ichiga joylashganini va homila qopi, oziqlantiruvchi strukturasi hamda tanachasi, yurak urishlari bor yoki yo'q degan. Hop. Bu o'lchamlarini qo'yamiz.